Mana ismim Ulug'bek. Hozir Facebook Instagram'dan va GitHub'da hamma kompaniyalarni so'ragan savollarini ro'yxati bor edi. O'shani topdim va unda Meta'ni tanladim. Va Meta'da aytyapti 30 kunlik, 3 oylik, 6 oylik va 6 oydan ko'proq bo'lgan CVS'lar bor ekan. Izlafalarman, o'g'li tanlayman. Va aytamanki, let me try it on binary 3 level order reversal 2. Va shu savolni internetda topganman. Va topgandan keyin birinchi qilayotgan ishim bo'ldiki, okey deyman. Nima savol bo'ldi? Savol o'qiyman. Savolni descriptionda aytyapti. Binary tree berilgan. Bottom to up qavatma-qavat misol uchun 3, ya'ni binary solishtiruvda 3 920 15 7 bo'lsa 15 7 920 3 ko'rinishda qaytarib berdi. Bu xuddiki oddiy binary tree traversalga o'xshagan savol, qiyin emas. Bu qanaqa ishlanadi? Bu breadth search, ya'ni 3 ta o'ngga chap taraflarga ko'rib shift anaqa funksiyasini ishlatadi. Ya'ni bu yerda q data structure ishlaydi. Birinchisi ichga solamiz. Agarda rootimiz empty bo'lsa, return empty array. Agarda q olamiz, bolamizni va rootni shuning ichiga initiate qilamiz. Birinchi misol uchun 3 qo'ydik va 3 qo'ydi jumlalar bor. O'ng taraf, chap taraflar. Keyingi etapimizda kerak bo'ladi va qachonki q'imizda nimadir bo'lsa, noldan katta bo'lsa, birinchisi. Ikkinchisi, hozirgi qavatimizni ko'targanini bilamiz. Uzunlik. Nechta uzunligimiz? Hozirgi qavat, misol uchun q.length. Bu o'sha qavatdagi current levelni kattaligi qanchaligini biladi. Ikkinchisi, bu yerda rezultat degan array ham bor. Buni oxirida qaytaraman. O'sha anaqada javobimda return result. Ikkinchisi, buni oldim. Demak, o'sha qavatni hisoblanishini oldim. Va yana bitta xona berilgan. Bu hozirgi levelimni raqamlarimni track qilishim kerakmay bo'ladi. Current level degan variable oldim. Va aytaman. Qachonki for let I equal null, I kichkina when I plus bo'lsa, okey. Hozirgi anaqa node olamiz. Misol uchun node nomlaymiz va aytamizki q shift. Shu funksiyasi oxirida emas, boshida. Misol uchun hozir aytib 3 9 20 bo'lgan bo'lsa, misol uchun qiyimizda boshida 3 bo'ladi, keyin 9 va 20 bo'ladi. O'sha shift faqat birinchi raqamni kiritadi. Okey, 3 oldi, 9 20 oldi. Va keyin qolgan ishi hozirgi levelimizdagi o'sha node.value'ni qo'shamiz. Bir. Ikkinchi qolgan ishimiz, agar node chap tarafi bo'lgan bo'lsa, q.push node.left. Agarda o'ng chap tarafini chiqdi bu yerda. Demak, o'sha levelda hammasini kiritib bo'ldik. Endi rezultatga shift qilamiz. Nega push qilamiz? Chunki bizga teskari ko'rinishi kerak bo'ladi. Agar tepadan qarab 3 9 ga o'rganamiz, push qilamiz. Agar bizga teskari ko'rinishi uchun unshift qilamiz va shu while sequence'da return qilamiz. Rezultatni qaytaramiz. Let's check. Yep. Tugadi.
5 minut.